O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 17-19 fevral kunlari rasmiy tashrif bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib turibdilar. Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Tramp tashabbusi bilan Tinchlik kengashining birinchi sammiti bo'lib o'tmoqda. Ushbu sammitda bevosita O'zbekiston rahbari ishtirok etar ekan, ayniqsa so'nggi yillarda Amerika va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik, savdo munosabatlari, qolaversa investitsiyaviy hamkorlikni yana ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Ushbu tinchlik dasturi bevosita Tinchlik kengashi bevosita Amerika prezidenti Donald Tramp tomonidan 2026-yil yanvar oyida Shveysariyaning Davos shahrida bo'lib o'tgan xalqaro biznes forum doirasida tashabbus qilindi va buni nizomi imzolandi. Ushbu kengashga O'zbekiston AQSh tomonidan taklif qilinib, ushbu kengashning ta'sischilari orasida qayd etildi. Bugungi kunda 40 ga yaqin davlatlar ushbu kengashni bevosita qo'llab-quvvatlash va a'zo bo'lishga rozilik berishgan. Amerikada bo'lib o'tayotgan ushbu kengashda bevosita mamlakatimiz ishtirok etishi, mamlakatimizni xalqaro hamjamiyat oldida, xalqaro dunyoda tinchlik, xavfsizlikni ta'minlash borasidagi yetakchi mamlakatlar qatoriga qo'shayotganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu kengashning asosiy maqsadi shundan iboratki, dunyoda global muammolar, urushlar, xalqaro xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi kengash va davlat a'zolarining mablag'lari hisobiga o'ziga xos infratuzilmasi, o'ziga xos balansi shakllanadigan tashkilot hisoblanadi. Va Amerika prezidentining eng muhim mana shu kengash doirasidagi tashabbusi Falastin muammosini hal qilish, Falastin hududidagi G'azo sektoridagi muammolarni, har xil urushlar tufayli vayronaga aylangan hududda yana ham oyoqqa turgizish va u mintaqada xavfsizlikni, barqarorlikni, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashni bartaraf qilishga qaratilgan maqsadlar bor. Bundan sal oldinroq fevral oyining boshida 6-fevral kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ham Amerikaga tashrif buyurdi va Amerika davlat kotibi Marco Rubio bilan uchrashib, bevosita O'zbekiston tomonidan tashabbus qilinayotgan G'azo sektoridagi ma'lum bir o'sha muammolarni oldini olish va u yerda qayta tiklash masalasi bo'yicha albomni taqdim qildilar. Va bu albatta Amerika va O'zbekiston o'rtasidagi dunyoda, Markaziy Osiyo mintaqalarida xavfsizlikni ta'minlashdagi hamkorlik, g'oyalar birligi, fikrlar birligini bevosita demak o'sha kengash doirasida birlashtiradi. Shu o'rinda O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi so'nggi yillardagi iqtisodiy hamkorlik, savdo munosabatlariga ham to'xtalib o'tishimiz darkor, chunki bu kengash orqali kengashning a'zolari bilan O'zbekistonni o'zaro hamkorligi, tashqi siyosatdagi fikrlar birligiga yondashtiradi. Oxirgi yillarda mamlakatimizda Amerika Qo'shma Shtatlari ishtirokida, ularning investitsiyasi ishtirokida so'nggi yillarda 336 ta demak qo'shma korxona faoliyat yurityapti. Bu qo'shma korxonalarda 97 tasi bevosita Amerika investitsiyasi hisobiga ishlayotgan korxonalar hisoblanadi. Bular orqali O'zbekistonni 2024-25-yillardagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan savdo munosabatlari deyarli 1 milliard dollarga yetganligini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasining Amerikaga o'ziga xos mahsulotlar eksport qilishi, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlaridan ko'plab mahsulotlarni O'zbekistonga olib kirish borasida ham mana shu savdo bitimlari kengayayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta quvonarli holat. Dunyoning eng iqtisodiy taraqqiy etgan, investitsion muhiti juda kuchli bo'lgan mamlakat bilan O'zbekistonning savdo hamkorligi va mana shu demak 300 dan ortiq qo'shma korxonalar orqali savdo munosabatlarini rivojlantirish O'zbekistonning ham iqtisodiy barqarorligiga xizmat qiladi. Qolaversa, Markaziy Osiyo mintaqasi ham o'ziga xos bir geosiyosiy nuqta hisoblanadi. Bizning qo'shni hududlarimiz hisoblangan Afg'onistondagi muammolar, Afg'on masalasidagi, chegara masalasidagi yoki umuman olganda mintaqada xavfsizlik masalalarini ta'minlashga ham ushbu kengashga doimiy O'zbekistonning a'zoligi ijobiy tarzda hal qilishga xizmat qiladi. Albatta ayrim mamlakatlar ushbu kengashni bugun qo'llab-quvvatlayotgan bo'lishi mumkin yoki Yevropadagi davlatlar o'ziga xos munosabat bildirmoqda. Lekin so'nggi yillarda dunyoni ko'rib turibmizki, har bir nuqtasida o'ziga xos geosiyosiy raqobat shakllanayotgan, turli bloklar shakllanayotgan bir vaziyatda mana shu kengashni taklif qilish dunyoda tinchlik, barqarorlik, qolaversa iqtisodiy barqarorlikni demak takomillashtirishga xizmat qiladi. O'zbekiston rahbarining ham Amerikaga bu tashrifi ham amaliy jihatdan o'tadi. Nafaqat tinchlik kengashi doirasida Amerika savdo vakillari, Amerika Qo'shma Shtatlari iqtisodiy tashkilotlari vakillari bilan delegatlarimizning uchrashuvi ko'zda tutilmoqda va yana qator shartnomalar imzolanib, shu kungacha bo'lgan savdo munosabatlarini ham yanada rivojlantirishga, iqtisodiy hamkorlikni yana ham jipslashtirishga xizmat qiladi.